qanaqa qilib Xitoyga grant asosida o'qishga kirsam bo'ladi. Ikkinchi qism, o'zim Best Consulting o'qishga topshirsam bo'ladimi? Albatta, men o'zim magistraturaga davlat grantiga Best Consulting hech kim yordamisiz o'zim o'qishga topshirib olganman. Keyin men sizlarga etaplarni o'rgataman. Birinchi, quyida HSK yoki IELTS sertifikati bo'lishi shart. Bo'lsa siz grant ola olasiz. Ikkinchi etapimiz biz yo'nalish tanlaymiz, universitet tanlaymiz va shahar tanlaymiz. Hammaga har xil shahar yoqishi mumkin, universitet yoqishi mumkin. Tanlaganimizdan keyin oktyabrgacha, siz 2027-yilda o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, oktyabrgacha hamma dokumentlaringizni yig'ib chiqishingiz kerak. Mana shu dokumenti bo'ladi. Dokumentni yig'ganingizdan keyin biz universitetlar veb-saytini ochamiz. Masalan, shu universitet apply degan joy bor. O'sha joyga bosib, apply ga kirib, hamma dokumentlarimizni, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirib chiqqanimizdan keyin submitni bosamiz. Submit bosgan paytda sizga application fee bo'ladi. Application fee 400 yuandan 800 yuangacha atrofida bo'ladi va bu pul qaytarilmaydi. O'qishga kirasizmi, kirmaysizmi, qaytarilmaydi. Masalan, men o'zim 5-6 ta universitet topshirganman va bu pullar qaytib kelmagan. Ha. Topshirganingizdan keyin bu degani siz o'qishga kirdingiz degani emas. Va bu siz grant oldingiz degani emas. Grant kirmoqchi bo'lsangiz, grant olmoqchi bo'lsangiz, alohida grantlarni veb-saytiga kirib, ularga ham dokument topshirishingiz kerak bo'ladi. Grantdan qanaqa topsangiz bo'ladi? Googledan, ChatGPTdan so'raysiz, ularni ofitsialniy veb-saytlarini berishadi. Veb-saytiga kirganingizdan keyin u yerda ham xuddi shunaqa apply qilasiz, dokumentlaringizni to'ldirib topshirasiz. U yerda application fee so'ramaydi. Bitta plyus shu. Keyin kutamiz. Universitetdan bizga xat keladi, emailga falonkas agar qabul qilishmoqchi bo'lsa, albatta sizni intervyu qilishadi. Agar qabul qilishni xohlashmasa, даже javob ham berishmaydi. Xo'p, intervyuga qabul keladi. Intervyusiga borasiz, onlayn bo'ladi. Intervyu yoki yozma bo'lishi ham mumkin. Masalan, men o'zimda hamma universitetida 2 ta ekzamen bo'lgan. Yozma va intervyu bo'lgan. O'tganingizdan keyin qanchadir muddatdan keyin sizga pre-admission keladi. Mana shunaqa qog'oz keladi. Kelgandan keyin u degani siz universitetga qabul qildingiz, lekin grant berildi degani emas. Grant ham kutishingizga to'g'ri keladi. O'qishga kirgandan keyin 1 oydan, 2 oydan keyingina grant chiqishi mumkin. Shunaqa narsalar bor. Chiqqandan keyin uni ham olib turib universitetga topshirasiz yoki grantdan o'tdi deganni ham universitetni veb-saytida ko'rinishi mumkin. Bu har xil bo'ladi. Xo'p, shu bilan javoblarni kutasizda sochinglar oqarib ketmasa, xudo xolasa o'qishga kirasizlar, o'qishga kiringlar sizlarga admission plus GV 202 beradi. GV 202 bergandan keyin siz ana shu dokumentlaringiz bilan vizaga borib viza olishingiz mumkin. Vizaga ham o'zini alohida intervyulari bo'ladi. Ular unaqa qiyin bo'lmaydi. Tayyorlansangiz Google ChatGPTdan qarab turib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Va welcome to China bo'ladi. Agar navoda bu etaplarni qila olmaysizlar, topshira olmaysizlar, China Steps Academy kelib topshirsanglar bo'ladi. Bizning servislarimiz unaqa qimmat emas. Okay, qanaqa savollar bo'lsa, keyingi videolarda aytib ketinglar. Keyingi videolarimda savollarga javob berib o'tib kelaman.